Bo'ldimi? Yana ichib keldingizmi? Qanaqa odamsan-da, insofing bormi? Bir haftadan beri odamda sana yo'q chaqaloqni yuvaverib, o'zimiz yuviladigan bo'lib qoldik-ku. Aka. Qachon ishchidan qo'rqmay jo'ralar bilan choyxonada, Aka. kafeda yurmaydimi? Aka. Ularga hayajonlanish mumkin emas. O'zi ko'rinishingizdan bir nurli yigit ekansiz. Ko'rinib turibdi, ziyoli bir ajoyib oliyjanob yigit ekan. Hayajonlanish mumkin emas. Yo'q. Ha, ularga hayajonlanish mumkin emas ularga. Siz doktormisiz? Ya, men doktor emasman, lekin shu vaqt turibman, shu uchun yaxshi emas. Shuni ko'rinib turibdi. Shunga yigit ko'rinib turibdi. Yuz mana. Yaxshimisiz aka, salomatmi? Nima kelmaydi, nima qilib? Nima, Fazliddin? Aka, bugun nima bo'lyapti-da? Qayerga bilasizmi? Ha? To'g'ri xona bu yerda. Bilaman to'g'ri xona ekanligini. Fazliddin! Nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Bo'lmayapti. 2 kundan beri yotibman, zerigib ham ketdim. Vaqt ketyapti, vaqt. Va'da beruvding-ku. Ovqat olib kelmadingizmi? Olib kelyapti, ovqat olib kelyapti. Nima? 2 qop sement bilan kafel olib keldim, olib chiqib olinglar. Xo'p. Usta ekan!